Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Fuqaroning yonidan giyohvand modda topildi. Qimorxonaga aylantirilgan ijara uyi. Hamkorlikdagi tadbirda giyohfurush qo'lga olindi. Huquq-tartibot maskanlari faoliyatidan tafsilotlar. Joriy yilning 18-fevral kuni Chust tumanida yashovchi 1962-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda giyohvand moddalar saqlanayotgani aniqlandi. Tekshiruv davomida fuqaroning sport kiyimi cho'ntagidan oq rangdagi qog'ozga o'ralgan o'tkir hidli ko'kimtir nashasimon o'simlik topilgan. Uyining yonidagi qurilishi yakunlanmagan bino ichida ham shunday giyohvand modda saqlanayotgani aniqlangan. Shuningdek, 2 dona yarim litrlik yelim idish ham ashyoviy dalil sifatida olingan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining kimyoviy ekspertiza xulosasida moddalar tarkibida tetragidrokanabinol mavjudligi va ular marixuana ekanligi ko'rsatilib, ushbu giyohvand moddalarning umumiy sof og'irligi 140-197 grammni tashkil qilishi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Chust tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvand moddalar inson hayotini izdan chiqaradi, jinoyatga yetaklaydi va og'ir oqibatlarga sabab bo'ladi. Aziz hamyurtlar, ogoh bo'ling. Bunday xavfdan o'zingiz va farzandlaringizni uzoq tuting. Jamiyatga tahdid soluvchi holatlarga befarq bo'lmang. Mingbuloq tumanida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etgan shaxs tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, 1999-yilda tug'ilgan fuqaro vaqtincha yashab kelayotgan yotoqxonasida joriy yilning 25-fevral kuni soat 21:00 dan 24:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida bir guruh shaxslarga qimor o'ynashlari uchun sharoit yaratib, noqonuniy qimorxona tashkil qilgan. Ushbu holat tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi xodimlari tomonidan o'z vaqtida fosh etildi. Hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida 7.912.000 so'm pul mablag'lari, o'yin kartalari hamda fuqaro qimorxona tashkil qilgani evaziga olgan 160.000 so'm miqdoridagi pullar ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Mingbuloq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi. Shu boisdan hamyurtlarimizdan bu turdagi noqonuniy faoliyatdan yiroq yurishni so'raymiz. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan nazorat xarid tadbiri davomida bir guruh shaxslar tomonidan giyohvand moddalarni sotishga urinish aniqlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro o'zining 3 nafar jinoiy sheriklari bilan birga oldindan til biriktirib, 2025-yil 7-mart kuni soat 17:00 atrofida Davlatobod tumanida yirik miqdordagi giyohvand moddani noqonuniy sotishga uringan. Jinoyatchilar giyohvand moddaning 1 grammini 200.000 so'mdan baholab, umumiy yukni 7500 AQSh dollari evaziga shartli xaridorga sotmoqchi bo'lgan vaqtda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, tekshirish uchun taqdim etilgan 4 bo'lak giyohvand moddaning umumiy og'irligi 562-157 grammni tashkil qilgan. Uning tarkibida tetragidrokanabinol moddasi mavjud bo'lib, ushbu modda giyohvand moddalar toifasiga kiruvchi gashish smolasi ekanligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumondor shaxslarga mazkur modda bilan ayb e'lon qilib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanish nafaqat jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi, balki ushbu moddalar inson hayotini izdan chiqarib, uning oilasi va kelajagiga jiddiy ziyon yetkazadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan bu turdagi jinoyatga qarshi keskin kurash davom etmoqda. Shu o'rinda fuqarolarni hushyorlikka, jinoyatga qo'l urmaslikka va ajal og'usining xavflaridan uzoq bo'lishga chaqiramiz.
savdo nuqtalari hamda aholi gavjum maskanlarda jamoat tartibini saqlash, turli xildagi yuqumli kasalliklarning oldini olish, ayniqsa hayvonlardan insonlarga yuqishi mumkin bo'lgan kasalliklardan himoyalash maqsadida targ'ibot va reyd tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Namangan tumanida joylashgan chorva hayvon hamda dehqon bozorida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi, tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi va bozor ma'muriyati mas'ul xodimlari tomonidan profilaktik reyd tadbiri o'tkazildi. Bozorga olib chiqilayotgan chorva hayvonlari orasida yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish bo'yicha aholi bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, zarur tavsiyalar berildi. Shuningdek, belgilanmagan joyda sotilayotgan veterinariya dori mahsulotlari nazoratga olinib, sotilishiga chek qo'yildi. Muddati o'tgan, sifati kafolatlanmagan hayvonlar uchun mo'ljallangan dori-darmonlar nazoratga olindi. Profilaktik reyd tadbirlari tumandagi dehqon bozorida ham davom etib, go'sht, sut va sut mahsulotlari kabi oziq-ovqat bilan savdo qiluvchi savdogarlarga sanitariya talablariga rioya etgan holda savdo qilishlari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Bu boradagi profilaktik reyd tadbirlari davom etmoqda. Yangi Namangan tumani hududida huquq-tartibot maskanining mas'ul xodimlari tomonidan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan targ'ibot va profilaktika tadbirlari o'tkazildi. Dastlab kelajak tongi mahallasida mahalla yettiligi va huquq-tartibot maskani mas'ullari ishtirokida hududda jinoyatchilikka qarshi ko'rilishi lozim bo'lgan ishlar muhokama qilindi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda patrul post xizmati xodimlari hamkorligida hududdagi jamoat joylarida profilaktik reydlar o'tkazildi. Xususan sohil, ziyoli va yangilanish ko'chalarida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish, noqonuniy to'siqlar qo'ymaslik, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida nazorat tadbirlari olib borildi. Profilaktika inspektorlari va qo'riqlash xizmati xodimlari esa hududda xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida video kuzatuv kameralari hamda tashvish tugmasi o'rnatish bo'yicha fuqarolarga tushuntirish va targ'ibot ishlari o'tkazishdi. Kichik profilaktika inspektorlari va patrul post xizmati xodimlari tomonidan jamoat joylarida huquqbuzarliklarni oldini olish, fuqarolarni xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga chaqirish maqsadida keng qamrovli targ'ibot ishlarini olib borilib, savdo do'konlari egalariga hudud tozaligiga e'tibor qaratish, noqonuniy to'siqlar qo'ymaslik va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish bo'yicha ogohlantirishlar berildi. Huquq-tartibotni mustahkamlash, jinoyatchilikni oldini olish va fuqarolarning huquqiy ongini oshirish borasidagi targ'ibot ishlari barcha hududlarda davom etmoqda. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.